Ey yo, hammaga salomlar, sizlar bilan men Ulug'bek player Ulug'bek. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Va bugungi obzorimizda bizning Gender deb hazillashdim. Bugungi obzorda esa mana bu ko'rib turgan mashinalar, chicken, pig, sheep, rabbit, Polaroid, cat, pillager. Mana pillager shumi? Ya emas. Adashib qo'ydik. Tuxum kerak bizga, короче, villagerning tuxumi kerak. Chicken spam. Mana o'zi kerak. Tuxum kerak-ku. Hozir o'sha modum ishlatgan bo'lsa agar villager mana. Villager. İşte mana shu mod, короче, do'stlar. Har xil charangidan borki, mototsikl ham bor. Mototsikl. Mana kichkinagina, ko'pgina. Eshik ochib olib kirib qo'ysa ham bo'ladi do'stlar. Bu yoqqa. Sig'mayapti do'stlar. O'shacha o'ldirish kerak. Bu o'ldiradigan emas, tiriltiradigan ekan. Xo'sh do'stlar, mana shu modlarda bugun o'ynab ko'ramiz albatta. O'ldirishimiz negadir galamning ovozi keladi. Tez, молодец. Men bittasini deb tashlaymiz. Вообще zo'r ekan. Ko'rinishi bor. Azmen bilan tezligini ko'rsataman do'stlar. Qani? Tezlikka gap yo'q. Tezlikka gap yo'q deb o'ylab qoldik. Xo'sh, bu mashinaning tezligi maksimalni ko'rsatadigan 250. Ko'rimizni ham aytib beramiz sizlar uchun. Uzr. Ancha beqqa ketib qoldik. Hozir mashinalarni ko'rsatish vaqtida biz o'ta ham katta g'orga tushib ketganligimiz uchun aybdor deb topildik. Nimaga bilmayman. Men o'zimni uyimdan uzoqlashib ketdik. Mana. Rangiga bo'yasa bo'ladi deb o'yladim. Sakrayib bunga chiq deganim yo'q. Kattaligini qaranglar buni. Oilaviy davomasalar ham bo'ladi. Shuni ochsak orasini. Joy ochib qo'ysak. Bugun editorlar uchun ajoyib kun. Yil desa ham bo'ladi. Chunki edit qilish uchun bugun obzorimizda Kia K5 hazillashdim. Kia K5 yo'q. Bu Supra model. Bu esa dam olish uchun model ekan. Bu esa ham Supra modelmi yo dam olish uchun model. Oilaviy dam olish uchun. Bu esa tezkor model. Bu esa undan ham tezkor model. Bu esa вообще boshqacha model. Mototsikl ham bor. Xo'sh, bu modni qanday o'ynatding deganlar uchun haddi shu rahmat, bilmayman o'zim ham. Ko'k qanaqa ekan? Bu politsionerli model ekan.
Bosmash modlarni o'rnatib o'ynasanglar bo'ladi bu jigarlar albatta. Bu mod tekin. Bu modni silkasini topib bo'lmaydi. Hozir men sizlarga ilovasini videoning oxirida ko'rsataman agar esimdan chiqib ketib qolmasa. Bugungi videoda shularni obzor qilmoqchi edim. Lekin shuni aytib qo'yayki, qani boyagi. Mana. Deb qo'yamiz. Bunday qo'yib turib shuni turgan. O'xshamadi do'stlar, qaranglar hozir. Ko'suf qochib tur. O'xshash kerak edi. Короче, men qo'shgan modning nomi anime. Hozir bu mod ishlayaptimi yo'qmi bilmayman, shu sababli keyingi videolarda ulashga harakat qilaman. Hozir videoda ulashgan bo'ladi. Birpas sabr qilib turinglar do'stlar. Hozir modni olib chiqib tashlaymiz. Kickback. Yaxshi, bitta mod qoldi hozir shu modni. Bir amallab turib uni to'g'rilashimsa kerak bo'ladi. Oldingi videoda parkni ko'rsatdim, parkdagi sayohatni adashmasam. Oldingi videomda esimdan chiqib ketdi, короче. Ko'rib turganlaringizdek, hozirgi mod juda bomba mod, gap yo'q. Hozirgi anime modimizda esa bu modda nima qilish kerakligini hozir ko'ramiz. Xo'sh, bu ketdi. Xo'sh, bundadachi, xo'sh. Anime modni qo'shdim. Uni sizga bir tiyinlik foydasi bormi deganlar uchun noto'g'ri yo'q emas. Albatta foydasi yo'q. Borligiga ishonish ham qiyin. What? Nima bo'lar? Tushunmadim. Pechka bor ekan. Yangicha pechka chiqibdi do'stlar. Anime moddami? O'tib ketmaylikmi? Adashmasam mana shu yerga kelgandek gaz plitasi, shularga kelgandek. Shundan ham pastda esa bunaqa narsalar. Eng pastida esa yo'q. Bu yerda yo'q, bunda ham yo'q. Buni nimaligini bilmadim. Yangi narsa qo'shilgan bo'lsa kerak Minecraftga. Qiziqamiz hozirchalik. Anime modni короче o'ynay olmadik, afsuski. Mashina modni o'chirsa, mashinalar ham o'chib ketarkan, qo'ygan mashinalar ham afsuski. Lekin mod obzor yaxshi. Mod obzor bomba. Bu meni asl uyim. Gaz plitasini qo'yib qo'yaylik. Shaharli bo'laylik, shaharli. Bu boyagi anolar uchun. Nima? Bu ham boyagi narsalar uchun. Bu yerga qo'yamiz. Keyin buni bu yerga bo'ldi. Chotki uy bomba. Video yoqqan bo'lsa albatta like, komment bosishni, like, podpisatsiya tugmasini bosishni va kommentariyaga olov hamma narsa tashlashni unutmanglar do'stlar. Bugungi obzorimizda shu o'yin bo'ldi, adashmasam. Minecraft bundan keyin yana o'sishni davom etamiz do'stlar. Birlikda modlarni sinab ko'rdik hozirchalik. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.